Hörmətli radio anlayışlar. Mən Erkin Asiya Radyosu muxbiri Şöhrət Uşur. Bugünkü anlatışımız tövəndikçe. İnkaslardan məlum bolishicha, lagerlar qurilib 8 yildan keyin Sharqi Turkistonda yangi bir ijtimoiy masala, ya'ni mahbus farzandlarning o'qishdan to'xtashi va jismoniy emgaklarga tutilish hodisi yuz bergan. Bugun telefonimizni qabul qilgan Urumchilik bir soqchi xodimi bu ahvolning rostligini dalilladi. Uning deyishicha, o o'zi mas'ul bo'lgan 3 aholilar komisiyadan hozirga qadar 100 ga yaqin mahbus farzandi o'qishdan qolgan. Hozir shu tutirilayotgan, jazo o'tayotganlar oila tobatlarini yo'qlayotgan, ularga diqqat qilayotgan hol bormi yo'qmi maxsus berib? Diqqat qilyapsizlar? Uni diqqat qilamiz. Ba'zilari o'qishdan chiqibdi, ba'zilari gunohlar, ba'zilari davom o'qiyapti. Uning eskartishicha, bu ahvolga oldi bilan umidsizlik sabab bo'lgan. Ya'ni bu bolalar ota-onasi jazo o'tayotgan bo'lg'achqa o'qishni har qancha yaxshi tutmasimi xizmat topolmaydiganligini o'ylagan. Shuning bilan o'qishdan to'xtagan. Yana birisi oila qiyinchiligimi bu o'qishdan to'xtashda muhim rol o'ynagan. Chunki bu bolalarning ko'pinchisining ota-onasi tangli lagerga ketilgan bo'lib, ular bu mo'misining beqishi qoldirilgan. Bu mo'misi yashnab qolgan bo'lg'achqa oila kirimi uzilib qolgan. Bu bolalar oilaning iqtisodiy kirimini hal qilish uchun ishlashga majbur bo'lgan. Ajablanarliki, Xitoy davlati bularning istiqboli haqida hech o'ylashmagan. Aksincha, bularning ish chiqarib qo'yishidan andish qilgan. Shunga mazkur soqchini bularning harakatlarini, yurish turishini nazorat qilishga o'rlashtirgan. Bugungi programmamizda yana Uyg'ur farzandi Arfiya Ablatning Yaponiya parlamentida qaytadan saylanganligi a'zolikqa va Roshan Abbas xonimning Xalqaro diniy erkinlik komissiyasining yig'inida muhim so'z qilganligi haqida qisqa xabar beramiz. Oxirida Qamoqdagi ruhlar nomli kitobning avtori Aziz Isa Alkinning mazkur kitobdan bir ikki she'r deklamatsiyasini anglaysizlar.